Talaq suresi Madinada nozil bo'lgan. Jami 12 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey payg'ambar, ummatingga aytqinki, sizlar ayollarni taloq qilsanglar, ularning iddatiga loyiq paytda, ya'ni poklik holatida taloq qilinglar. İddatni sananglar, Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Ularning iddati to'shmig'icha ularni uylardan chiqarib etmanglar. Ularmi uydan chiqmasin. Ular faqat ochiq fohish qilsalar, ondan hadni ijro qilish uchun chiqadi. Ana shu Allohning qonunidir. Kimki Allohning qonunidan halqib ketadi ekan, u o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Sen bilmaysanki, Allah shuningdan keyin, ya'ni taloqdan keyin bir ishni maydonga keltirishi mumkin. Ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha uzilishib ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chig'inglarda aranglardan ikki adil guvochini guvoh qilinglar. Xudolik uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Bunun bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga vaz nasihat qilinadi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uningga chiqish yo'li beradi. Allah uningga o'ylamagan yerdan rizq beradi. Kimki Allohga tavakkul qilsa, Allah uningga kifoya qiladi. Allah haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Ayollaringlarning ichidagi hayzdan, umidini uzganlardan, ya'ni ish cho'ng bo'lganlikdan, hayz ko'rmaydiganlarning iddatining qanchalik bo'lganligidan shubida bo'lsanglar, ularning iddati 3 oydir. Hayz ko'rmaganlarning iddati ham 3 oydir. Amildar ayollarning iddati mayli ayrilib ketgan bo'lsin, mayli eri o'lib ketgan bo'lsin, yangish bilanla tugaydi. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uning ishini osonlashtirib beradi. Ana shu Allohning sizlarga nozil qilgan hukmidir. Kimki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uning gunohlarini yo'qqa chiqaradi. Uningga katta savob beradi. Ularni, ya'ni qo'yib etilgan ayollaringlarni qudurtinglarning yetishicha o'zinglar o'ltirayotgan joyinglarning bir qismida o'ltirg'izinglar. Ularni tanglikda qoldirish uchun ziyon yetkazmanglar. Ya'ni ularni chiqib ketishga majburlash uchun turalg'u jihatdan, nafiqa jihatdan qismanglar. Agar ular homildor bo'lsa, yangi qadar ularni ta'minlanglar. Agar ular sizlar uchun bolalaringlarni emitib bersa, ularning emitish haqqini beringlar. Haqqoniy asosda o'zaro maslahatlashinglar. Agar fikrda kelishamisanglar, uni, ya'ni bolani boshqa bir ayol emitsin. Boy odam ayolini va bolasini o'zining boyligiga yarasha ta'minlasin. Rizqi tor qilingan odam Allohning uningga berginiga yarasha ta'minlasin. Ya'ni har odam o'zining iqtisodiy ahvoliga yarasha xarajat qilsin. Allah insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qiladi. Ya'ni faqir odamni boyni taklif qilgan ishga taklif qilmaydi. Allah qiyinchilikdan keyin osonlikni beradi. Ya'ni faqirlikdan keyin boylikni beradi. Nurg'un shaharning aholilari Parvardigorning va uning payg'ambarining amridan bosh tortdi. Ulardan qattiq hisob oldik va ularni qattiq jazoladik. Ular qilmishlarining vabolini tetidi. Ularning qilmishlarining oqibati ziyon tortishdan iborat bo'ldi. Allah ularga oxiratda qattiq azob tayyorladi. Ey iymon etgan aql egalari, Allohdan qo'rqinglar. Allah sizlarga Qur'onni nozil qildi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni zulmatdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambarni avatdi. Kimki Allohga iymon etadi ekan va yaxshi amal qiladi ekan, Allah uni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Allah ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni beradi. Allah 7 osmonni yaratdi. Zaminni osmonlarga o'xshash, ya'ni 7 qilib yaratdi.
Allohning amri ularning orasida joriy bo'lib turadi. Sizlarga buni bildirishim Allohning hammaga qodir ekanligini va Allohning hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir.